Aha, bo'ldi aka, kelib turing unda. O'g'lon, Ye, dadajon keling. menga puldan ber. Ha, bo'ldi dadajon. Mana. Nimaga buni cho'g' ekan? Nima ish qilyapsan? Lallayib o'tirasan xolos. Ha, o'tiribsanmi salqinda lallayib? Ye, keling dada. Men gapga ketyapman, puldan ber. Ha, bo'ldi dadajon. Lekin bugun ozgina savdoim yaxshi bo'lmagandi. Mana savdodan tushgan bor pul. Sen bu salqinda nima qilib o'tiribsan? Ishing og'ir bo'lmasa, kechgacha aytilgan pulni topib qo'y. Bo'lmasa uyga kirma. Ha, bo'ldi dadajon, siz ko'ngil to'q qiling, men topib qo'yaman kechgacha. Senga ham hayronman, oshna. Dadang senga shuncha o'sh qilsa ham bir og'iz gap qaytarmaysan. Aytsang bo'ladi-ku axir. Dada o'ynab o'tirganim yo'q. Savdo o'zi past deb. Axir pulni beryapman-ku. Jonding desang, otang senga qaytib bunaqa o'sh qilmaydi. Menga qara. Men otaga gap qaytaradigan oqpadar farzand emasman. Sen yoshligimizda bizni qanchalik erkalatib katta qilganlarni bilmaysan-da. Otamga ham qiyin. Operatsiyadan keyin shunaqa asabiy bo'lib qo'yganlar. Men otamni ikki og'iz gapini ko'tara olmasam, nima qilib yuribman erkak bo'lib? Otani tanbehidan zerikkan farzand, otani o'limini istagan farzanddir. Yoki sen otangning o'limini istaysanmi?